Demak, hammaga salom. Bugun marafonga ta'rif to'plam 2-1 bobdan masalalar ko'rib boshlaymiz. Soddasidan murakkabiga qadar ketamiz. A tipdan boshlaymiz. Boshlanishi juda oson ekan, shuning uchun birdaniga A tipda 7-1 dan boshlab ko'rib chiqib boshlaymiz. Mana savolimizda aytilyaptiki, XO ning molar massasi 7-1 da. 7-1 savol. XO ning molar massasi 28 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlang deyapti. Demak, XO barobar 28 bo'lsa, bunda bir dona kislorod bor. Bundan 16 ni ayiramiz. Ayirsak 12 qoladi. Demak, uglerod elementining atom og'irligi 12 bo'ladi. To'g'ri javob B variant. 8-1 xuddi shunga o'xshagan savol ekan. Buni bitta ko'rib qo'yamiz. XO2 ning molar massasi 64 bo'lsa, X ni aniqlang deylik. 64 dan 32 ni ayiramiz. 32 qayerdan chiqdi desak, kislorodni 2 donasi 16 ko'paytiruv 2 bo'ladi, tenglik 32 ga teng. O'sha 32 ni ayirsak, bizda X elementining o'zi 32 qoladi. Demak, bu oltin gugurt elementi. Juda ham sodda savollar bilan boshlangan C variant bo'ladi. Endi xuddi shunga o'xshash mana bu 11-savolda ham ko'radigan bo'lsak, 11-1. Savolni ko'ramiz. X2O3 ning molar massasi, mana X2O3 ning molar massasi 102 ga teng ekan. 3 ta kislorodning og'irligi 48 bo'ladi, 16 kara 3. Ayirsak 54 qoladi X elementga. X elementdan 2 dona. Shuning uchun 54 ni 2 ga bo'lsak 27. Davriy jadvalga qaraymiz. Alyuminiy elementini atom og'irligi, nisbiy atom og'irligi 27. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. Endi savolimizda aytilyapti, 6 valentli qaysi element oksidining molar massasi 176 deyapti. Ishlab ko'ramiz. Mana 18-1. Element 6 valentli bo'lsa, kislorod 2 valentli bo'lsa, ikkalasi 2 ga qisqaradi. Bunisi bittadan, bunisi 3 tadan. Elementning 3i kislorodga indeks bo'lib tushadi, kislorodning 1i elementga indeks bo'lib tushadi. Demak, 176 dan ayiramiz. 3 ta kislorodning og'irligi 16 kara 3 48. 48 ni ayirsak 128 chiqadi. Demak, 128 og'irlikka ega tellur elementini bilamiz. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. Endi ozgina xuddi o'sha A tip savollarida 25-1 savolni ko'rsak bo'ladi. Yangi turdagi savol. Mana bular ichida. Belgilab olamiz. Quyidagi ma'lumotlar asosida Y elementining molar massasini aniqlang. X3Y ning molar massasi deyapti. Mana X3Y 2 ning molar massasi teng ekan 208 ga. X4Y3 ning molar massasi esa teng ekan 284 ga. Shu ma'lumotlar asosida deyapti. Uzr, 25-2 ga qarabman men. 25-1 da X4Y3 niki 296 ekan. Pastdagi savolga qarabmiz. Demak, 296 ekan. Y elementining molar massasini aniqlang. Biz X elementining atom og'irligini 3 deb qabul qilamiz. Y elementining atom og'irligini X elementining atom og'irligini X deb qabul qilsak, 3X bo'ladi. Mana shu birikmani ichida, mana shu X3Y ning ichida X ning og'irligi plus Y elementining atom og'irligini Y deb qabul qilsak, 2Y bo'ladi, soni 2 ta. Tenglik 208. Endi xuddi shu holatda pastdagi birikmamizda 4X bo'ladi, X ning og'irligi plus Y ning og'irligi 3Y bo'ladi.
Bular yig'indisi 296. Endi bu ikki nomani tenglamani ishlamoqchi bo'lsam, menga x saqlanib qolishi kerak, y qisqarib ketishi kerak. Y saqlanib qolishi kerak ekanda, x qisqarib ketishi kerak ekan. Chunki y so'ragan 25/1 da. Endi men x qisqartirishim uchun 3x ni to'rtga bo'lsam, 3x ni 4x ga bo'lsam 0.75, ya'ni mana bu 4x ni 3x ga keltirishim uchun pastdagi butun tenglamani 0.75 ga ko'paytirishim kerak ekan. 0.75 ni 4x ga ko'paytirsam chiqadi 3x plus 3y ni 0.75 ga ko'paytirsam 2.25y tenglik 296 ni 0.75 ga ko'paytirsam 222 chiqadi. Endi mana bu tenglamani xatma-xat ayiramiz. Xatma-xat ayirganda 3x dan 3x ni ayirsa 3x lar qisqaradi. 2y dan 2.25y ni ayirsak 0.25y qoladi. Tenglik 208 dan 222 ni ayirsak 14 qoladi. -14 va -0.25y. Shunda y ni topish uchun -14 ni bo'laman -0.25 ga. Har qanday sonni 0.25 ga bo'ldik degani 4 barobar oshirdik degani. Demak, minus bilan minus plyusga aylanadi va 56 chiqadi. Bu 56 og'irlikka ega element. S variant bo'lar ekan javobi. Keyingi savolimiz yigirma 26/1 ekan. 26/1 belgilab qo'yamiz. Savolimizda aytilyapti, X tor N molekulasida 4 atom bo'lib, X tor N 4 atom bo'lib, birikmaning molar massasi 88 gram taqsim bo'ldi. X atomining molar massasini aniqlang. 4 atom bo'lsa, o'zi X ning indeksida 1 bor. Demak, 4 tadan bitta ketdi. Qolgan 3 atom mana bu N o'rniga keladi. Demak, bu birikmamiz X ftor 3 ekan. Va uning molar massasi 88. Bundan ayiramiz 3 ta ftorning og'irligini. Ya'ni 19 ko'paytiruv 3. 57 bo'ladi 19 karo 3. 88 dan 57 ni ayirsam 31 qoladi. Demak, bu element fosfor bo'lish ehtimoli bor. D variant bo'lar. 27-birinchi savol. Mana savolimizda aytilyapti, ammoniydan 2 ta XO3 birikmaning molar massasi 112. Ammoniydan 2 ta, keyin XO3. Mana shundagi x ni toping. Bundagi x topish uchun ma'lum qismdagi, ma'lum sondagi atomlarning massasini ayirib chiqaman. Men buni ayirib chiqqanimda x ning atom massasi qolishi kerak. Demak, ishni boshlaymiz. Bizda molar massa bo'lyapti 112. Bundan ayiraman ammoniyni 2 donasini. Ammoniy mana ko'rib turibmiz 14, azot 4 ta vodorodimiz 4 bo'ladi, 4 kara 1 18. 18 dan 2 dona turibdi. Ko'paytirsam 36. Va yana bunga qo'shaman kislorodni 3 tasi 16 kara 3 48 bo'ladi. Buni yig'indisi 84. 84 ni ayiraman 112 dan. Endi 28 qoladi. X elementimiz 28 atom og'irligiga ega ekan. Bu 28 og'irlikka ega bo'lsa, davriy jadvalga qarab topamiz, kremniy elementi bo'ladi. To'g'ri javob mana C variant bo'lar ekan. Keyin shunga o'xshash bir qancha savollar bor ekan. 29/1 ni tahlil qilib ko'ramiz. Kalsiy X2 va Y2S moddalari bor.
molyar massalari o'zaro teng ekan. Shunda x va y elementlarining molyar massalari orasidagi munosabatni aniqlang. Yaxshi savol ekan. Endi mana bunday qilamiz. Kalsiy atom og'irligini 40 desak, plus x atom og'irligini 2x deymiz. 2 dona turibdi. Teng y atom og'irligini 2y desak, plus 6 atom og'irligini 32 mana. Mana bu moddaning molyar massasi bilan mana bu y2s moddaning molyar massasi o'zaro teng ekan. Endi mana bu 32 plus 32 tenglikning narigi tomoniga minus 32 bo'lib o'tadi. Shunda 40 dan 32 ni ayiraman. Qolgan qism o'zgarmaydi. 2x tenglik yana 2y. Shunda 8 qoladi. 40 dan 32 ni ayirsam plus 2x yana tenglik 2y. Hamma mana shu butun boshli tenglama 2 ga qisqaradi. Demak, 2 ga qisqartirsam 4 plus x tenglik y. Bu nima degani? Y katta, ya'ni y og'ir x dan 4 birlikka. Chunki x ga 4 qo'shsakgina o'sha y ga teng bo'lyapti-da. Mana shunday fikr. Endi to'g'ri javoblar ichidan qidirib ko'ramiz. A javob xato. Nimaga? Chunki mana x ning molyar massasi y ning molyar massasiga teng bo'ladi. Qachonki y dan 8 ni ayirsak deyapti. Yo'q. 4 ni ayirsak teng bo'lishi mumkin. Y dan 4 ni ayirsak. Chunki y x dan 4 birlikka katta-da. Endi bir variant x dan 4 ni ayirsak y ga teng deyapti. Bu ham noto'g'ri. Mana bizdagi mana bu tenglikka ko'ra x ni ustiga 4 ni qo'shsa y ga teng bo'lishi kerak. Bu javobda ayirsa deyapti. Shuning uchun xato. Endi C ham xato, chunki x dan 8 dersa ham chiqmaydi. D to'g'ri. Nimaga D to'g'ri? Chunki mana bu plus 4 ham, mana uni oldida plus bor-ku. Plus 4 ham tenglikning narigi tomoniga o'tsa minus 4 bo'lib o'tadi-da, quyidagi tenglik kelib chiqadi. X barobar y minus 4 bo'ladi va bu D javobda keltirilgan. To'g'ri javob D bo'lar ekan. 16 ikkinchi savolni ko'rsak bo'lar ekan, chunki 16-1 boshqa joyda qolib ketgan ekan. 16-1 boshqa betda qolgan ekan. O'xshash savollar baribir bular. Unda biz 16-2 dan ko'ramiz. A moddaning molyar massasi 180 ekan. A tenglik 180 deb yozib qo'yamiz. Molyar va absolyut hajmni aniqlang. Endi D barobar 3 deb yozib qo'yibdi. Bu D degani, ya'ni bu zichligi. Bu moddaning zichligi 3 gram taqsim santimetr kub. Avogadro sonini 6 deb hisoblaydi. Ya'ni Na barobar 16 ko'paytiruv 10 darajasi 23 molning minus 1-si deb faraz qiling. Endi mana bunday deb faraz qilamiz. Molyar hajm nima? Molyar hajm bu Vm bilan belgilanadi. Moddaning hajmining, haqiqiy hajmining uning moliga nisbati yoki bo'lmasam 1 molni egallaydigan hajmi desak ham xato bo'lmaydi. Endi shu formulaga qo'yamiz. Bu moddadan 1 mol qabul qilamiz. Demak, n teng 1 bo'ladi. N teng 1 mol bo'ladi. Suratda mana bu 180 gram moddamizni zichlik formulasiga ko'ra hajmini topamiz. Zichlik formulasi ρ barobar m taqsim v. V ni topish uchun esa mana bu ikkalasi o'rin almashishi kerak. Bunga ko'ra m taqsim ρ bo'ladi. Ana endi m 180 gram, 1 moli, zichligi esa 3. Shunda 180 gram zichlikniki gram taqsim santimetr kub. 2 gram qisqaradi. 2 gram qisqargandan keyin 60 santimetr kub bo'ladi hajmi. Demak, 60 santimetr kub. Buni hisoblasak, 60 ni 1 ga bo'lsak, 60 santimetr kub taqsim mol bo'ladi. Demak, o'zi bizda molyar hajm 30 bo'lgan variantlar chiqib ketsa, B javob bilan D javob ketadi. Endi absolyut hajm nima? Absolyut hajm bitta molekulasini, bu modda deb farqlasakda, endi bitta molekulasining hajmi. Biz buni bitta molekulasining massasini topishimiz kerak avvalo. Demak, ikkinchi topshiriq. Bitta molekulasining massasini topish uchun
6,02 10 darajasi 23 ta molekulamiz proporsiya qilib olamiz. 1 mol keladi va uni 1 moli necha gram? 180 gram. Bu molar massasi shunchaligidan bildik. 180 gram deymiz. Bir dona molekulasi esa bitta molekulasi qancha gram kelishini bilmaymiz. Shuning uchun buni x deymiz. Endi bu x topmoqchi bo'lsak, 180 ni bo'lamiz 6,6 ko'paytirib 10 darajasi 23 ga. Buni 10 darajasi yo'q. Shuning uchun buni 10 darajasi 0 deb belgilab turaylik. 180 ni. Tenglik 186 ga bo'linib ketsa 30 ko'paytiruv bo'luv amali bo'lsa darajalar nima bo'ladi? Darajalar ayriladi. 10 darajasi 0 dan 10 darajasi 23 ga ayirsak 10 darajasi minus 23 gram. Mana kelib chiqdi bir dona molekulasining massasi. Xuddi mana bu formulaga ko'ra V ni topamiz. Mana bu amalni bajaramiz. V ni topsak massasi chiqdi. Bir dona molekulasining absolyut massasi 10 darajasi minus 23 gram 30 ko'paytirilgan bo'lingan. Buni zichlikka 3 ga bo'lsak 30 ni 3 ga bo'lsak 10. Mana bu yerda 10 darajasi 23 bo'lsa, mana bu yerda 10 darajasi 0 bor deb faraz qilinadi. Ya'ni 10 ning 0-darajasi o'zi har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Shundan xulosalaydigan bo'lsak, 10 darajasi 23 dan 10 darajasi 0 ni ayirsak, 10 darajasi 23 da hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. 10 darajasi minus 23 santimetr kub bo'ladi. Bu santimetr kub qayerdan keldi desak, buni massasini, buni zichligi gram taqsim santimetr kubga bo'lsak, gram bilan gram qisqaradi, santimetr kub qoladi. Demak, mana bu variantni belgilashimiz kerak. Birinchisiga 60 santimetr kub taqsim mol, ikkinchisiga 10 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 23. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Bugungi jonli test uchun bo'ldi, ya'ni yangi qurilmalarda bir sinov uchun bo'ldi jonli efir. Ertaroq tugatamiz. Yana qandaydir masalalarda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Hammaga sog'lik va omonlik.